Assalomu alaykum. Anglayotganlar Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan roman Bayavandagi Gulxan. Avtori G'ulam Umar. Birinchi qism. 9-bob. Davomi. Ikkinchi. Viloyatlik soqchi idorasining eng maxfiy yig'inlar o'tkaziladigan kichik xonasida soqchi, harbiy va mulkiy amaldorlarning yig'ini chaqirildi. Qodir Hoji yig'inning sohibxoni edi. Shuning uchunmi yoki bu yerdagilarning hammasi yuqori mansabliklar bo'lg'achqimi, bu yerga jam bo'lganlar ichidagi eng pagadikilardan birisidek ko'rinadi. Uning qor yig'ib turadigan qapqi ichilib qolgandek, shundoqla odatdagi sur hayvasidan asar qolmagandek qiladi. Yig'inga yana bir sohibxon Vudarin raislik qiladi. İpek yopuqlar yepilgan shiraning u tarafida gediyib o'ltirganlarning qiyofatlaridilla so'rinning eng ulug'i kim ekanligini bilib olg'ili bo'ladi. Uzuncha qog'ozlik ikki parcha husnixat tekisiga esilgan joyning o'ttirida Vangdarin o'ltiradi. U texi hozircha jamoatga oshkora ma'lum bo'lmagan yangi kaldaxun bo'lgani bilan bu yerdagilarning hammasi uning yaqin orada Qashqar valisi bo'lganligini bilgachga, siyosiy sezgurligi yuqori bu kishilar muvaqqat vali Mashavvuga e'tibor qilmasdan Wang Baoqian, Wang Darin ga alohida ehtirom bilan muomala qilishga boshlagan edi. Uning bir tarafida siriq chochliq, qirliq egiz qanşarliq bir rus mushavir so'lat bilan gediyib o'ltiradi. Yana bir tarafida egiz bo'yliq, xushluq soqol, beshiga salla o'rib olgan, avoq yuz kelgan bir Uyg'ur kishi o'ltirgan edi. U har qanday yangilik qaynimining oldida paydo bo'ladigan ajoyib mahorati bilan hammaning havas hurmatini qo'zg'agan kishi bo'lib, jamiyatda uni har tabiqa, har xil toniydi. Ammo hech qaysi dushman ko'rmaydi. Liberallar, yangilik tarafdorlari ularning oldingi qatordagi ziyolisi, mashhur aqartish arbobi, xalqparvar deb toniydi. U Sobit Damulla hukumatidami vazifa olgan. Uni ag'dirganlarningmi iltifotidan mahrum qolmadi. Ashaddiy o'ngchilar uni sovetparast unsur, 3-internatsionalning ishpiyoni, xalqaro kommunist ishpiyon deb qarashatdi. Ammo hukumatning uningga iltifotli muomalada bo'layotganligi ularda yana o'z qarashlariga nisbatan gumon tug'dirg'achqa, ularmi uni yomon ko'rolmaydi. Uning qishida harbiy amaldor Liu Bing o'ltirgan edi. Rus mushavir allaqandoq ma'naviy kuch bilan hammani tizginlab turayotgandek bilinadi. Chunki u darinlarni qilcha ko'zga ilmaydi. Ham buni yoshirib o'ltirmaydi. U shundoq kibrlik, to'limu mag'rur edi. U faqat ushtuq soqolliq avoq Uyg'urga va Wang Daringa iltifotli muomala qiladi. Bunisi so'z orliqida aralab, shundoqmi Mahsum? Siz buningga nima deysiz, Javshi? Deganidan bilinib qoladi. Ular bugungi qo'zg'olon tinchitilgan mushu vaziyatni qandoq saqlab qolish, mustahkamlash, yana qo'zg'olon chiqishning oldini olish, hozirgacha mavjud bo'lib turayotgan qo'zg'olonchi qo'shinlarning tahdidini qandoq taraytib, qandoq azaytish qatorliq masalalar ustida kengashmoqda edi. Amdi qo'zg'olon chiqmaydi deb huddi qilg'ili bo'lmaydi. Xo'ja Niyoz hojining qo'shinlari texicha mavjud, qurollarmi bor texi. Sobit Damullamning ta'sirimi yo'q emas. Bu hol xalqning uyushivilishi uchun Turkiya ham puttirab turish imkoniyati berdi. Vudarin yasma kibr bilan atrofiga aylanib qarab, ulug'larning o'z nutqidan qandoq ta'sirlanayotganligini o'g'irliqcha kuzatdi. Gapingizcha bo'lganda, qo'zg'olonchilarning mavjudligi xalqning qayta uyushishidagi tashqi shartning biri ekan, shundoqmi? Dedi mushavir Vudarinning tomtaqroq aytilgan so'zlarini o'z talaffuziga aylantirib, falsafiy tus berib, shundoq tushunsak bo'lamdi. Shundoq tushunish mumkin, dedi Vudarin ishonchsizlik bilan. Chunki u tashqi shart deganning nimani bildirganligini toza anqirolmagan edi. Ha, shundoq. Uningdiki yasma kibr yana asliga keldi. Undaq bo'lsa, u ishning qayta qo'zg'alib chiqishning ichki asosi nima, janobi Vudarin?
Ağzını g'alita bir turlik pürüp, masxara qilgandek so'radi Rus mushavir. Vudarinning yaypang burnining uchi terlab ketdi. Vangdarin milliy birlik tuyg'usining sizilmas turtkisi bilan Vudarinni qiyin ahvoldan qutqizish uchun uning o'rnida javob berdi. Ichki asos, ongning uyg'unishi va ittifoqlik. Bu gap bilanla aqlini topgan Vudarin darhol so'z ilib, o'zining anchavalami do't emasligini bildirib qo'yish uchun oldirdi. Bayqi xijilliq uni bak azoblag'achqa o'zini ko'rsatib, shu savalligini xalqning esidan ko'tarib o'tish kerakchiligida to'la paloqshidi. Shundoq, manmo shuni demoqchidim. Amdi bizga qildigan ish, isyonning oldini olish uchun qiladigan ish, ichki birlikni buzish, aytayliq, Qashqarlik bilan otishliq bir-birini dushman ko'rsin. Qashqarning o'zida bo'lsa, har bir mahalla, har bir ko'cha bir-birini talab tursin. Biz bo'lsak, ularning jidilini ayirg'uchi bo'layli. Bu elning inoqligidan afzal. Uning da'vatqonlari qandaqdir kashfiyat emas, azaldan qo'llanilib kelayotgan klassik usul edi. Shundoq bo'lsa-mu, uning so'zlarini tasdiqlab bir nechalan hijayg'inicha bosh langishdi. Vang Darinmu, "Amdi aqlingni topding, yaraysan" degandek qilib iltifotliq nazarda qarab bosh langishdi. Maslahatchi ruslar uni yaratmagandek miyiqida kulib, Maqsum tarafga qarab bilinar-bilinmas mursini qisdi. Uning yig'in ahlining aqliga cho'nqur o'rnatmoq istagan tüp maqsad bundaq konkret usullar haqidagi tafsilotlar emas, o'ziga topshirilgan vazifa. Buyuk davlatning buyuk strategiyasining bir parchasi, ya'ni Sovet ittifoqining do'stligini zaruriyat deb e'tirof qildirish, Sovet ittifoqining yordamini kam bo'lsa bo'lmaydigan zaruriyat deydigan tonishni hokim qilish. KGB tipida bir axborot to'ri qurib chiqish edi. Ondan mansitmaslik talaffuzi bilan, "Apandim, Xo'janiyoz hojidan xotirjam bo'lsin. Uning ishi yaqin orada chiroyli bir taraf bo'ldi va bo'ladi. Bu ishda biz do'stligimizni yetarli isbot qildik. Buning bilan xavfning tashqi sharti mavjudlikdan qoladi" degan so'z. Amdi uning ichki asosi to'g'risida apandining deganlari o'rinliq. Ammo texmi muhimi ongning uyg'unishi masalasidan ilib aytganda yomonroqi ziyolilar, bo'libmi chet elda o'qib kelganlar. Bu qayta tashkillanish, qayta to'plan qo'zg'alishning asosidir. Turkiyada o'qib kelganlar jazmanki pan turkchilik urug'i chachidi. Bu bo'lsa sizlargimi, bizgimi yoqmaydigan yomon oqibatlarga ilib boradi. Mushundoq bir ichki omil, ya'ni tashkillanishning bixlari mavjudkan, qilishga tegishlik ish yetib oshidi. Bosh og'riqimiz kichik emas, apandilar. Bundoq zo'r teranma kuchiga qarshi sizlarning qo'linglardan nima keladi? U masxirlik ifoda bilan Darinlarga bir-birlab qaradi. Ondan Sovet ittifoqining do'stligini zarur deb imo qilishni unutmadi. Har holda bizning uzun yillik bosmachilik harakatiga qarshi tajribamiz sizlarni bu bosh og'riqidan xalos qildiganligiga ishonsanglar bo'ladi. Tabii, chet elda o'qib kelganlar, bo'libmi Turkiyada o'qib kelganlarning mavjudligi ofatning urug'i degan gap. Ulardan yaqin kelgusida bir xavf kelishi notayin, albatta, davom qildi mushavir. Ammo ular yaqin kelgusidagi mislsiz ofatning asosini tikliguvchilar. Shundoq-ku, Javshi. Wang Baochen texi oshkora sahnaga chiqmag'achqa, oz fikr bayon qilishga, muloyimroq ko'rinishga tirishayotgandek qiladi. Qodir hoji bu gaplar ichidan hammadan kerakligini ilg'ab chiqmoqchi bo'lgandek diqqat bilan quloq soladi. Chunki bu yerda qaror topgan ishlarning konkret ijrochisi u edi. Tabiiyki, bu ishdagi asosiy xizmat salmoqi omonlik sohasiga tushidi. Davom qildi mushavir. Albatta, davlatingizlarning do'stona yordam bilan bu ishlar natijalik bo'lg'usi. Amdi konkret choralar haqida bir oz to'xtalsak, qandoq deysizlar? Dedi Vudarin zarur yordamlar, mutaxassislar, maslahatchilar, aslahalar haqida so'zladi. Sizningcha qandoq, Maqsum? Vu apandi o'ttira qo'ygan choralarga nima deysiz?
dedi mushavir ko'zlarini o'yintirib turib. Bo'ldigan gaplar, dedi Shudang yuz maqsum salopitini tushirmaslik uchun donaroq ko'rinishga tirishib. Shundoq, bo'ldigan gaplar, dedi mushavir chiroyiga yasama jiddiylik berib. Sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta, bo'lg'idek qini ishning konkret ijrochisi bo'lgan hoji nima deydi ekan? Dedi u Qodir hojiga burilib. Qodir hoji cho'chib ketdi. Uning go'shlik yuzi lipildab, burutlarmi titrab ketdi. Dahshat yig'ib turadigan chiroyi yana chopsanla asliga keldi. U barliq kasbiy jallodlarga o'xshash parvosizlik bilan Darinlar, apandilar kerak topsa, biz shuni ijro qilamiz. Davlat manfaati kerak topsa, har narsa uning yo'lida qurbon qilinadi, dedi u o'gitilgan, formulalashgan iboralar bilan. Ondan taklif bo'yicha yaqinqi Qashqar ahvoli, taqibga nishon bo'lgan yangi odamlar va ularning kimlik, salohiyatlari haqida so'zlab berdi. Yangi ichilgan maktablarning o'qitish programmalari ularning diqqat nazaridan chetda emas edi. Mushavir to'liqlama berib, ularning maktablari qarshi tashviqot ilib boradigan joyga aylanib qilish ehtimoli cho'ng. Buningga ko'z quloq bo'lish kerak. Bizning intayin xatarlik bir dushmanimiz bor. U bo'lsa-mo jama. Bizning intayin kuchli bir ittifoqchimiz bor. U bo'lsa-mo jama. Jama ahli. Bu yerda o'ltirgan kalvalar bu qarshi so'zlarimni tushunyotamdu qandoq davatqandek hammaylarga qarab chiqib davom qildi. Bu mo bir klassik taktika. Kim usti kelsa jamoadan shu foydalanadi. Kim baldur hushin topsa jamoa shuningga xizmat qiladi. Ular nimani tashabbus qilsa shuning ta'turini qilib turish kerak. Buning uchun sizda odamlar bo'lsin. Qodir hoji bosh langishdi. Uning ko'ngli pallada yo'rg'andek bo'ldi. Uning tajribalik kallasidan bu plan konkretni odamlar, konkretni joylar ustida bordi. Aniq taqsimotlar bo'ldi. Biri quloqlarni ko'paytirish haqida maslahat beribdi, yana biraylan rasxutni ko'paytganning nima foydasi deb qarshi chiqdi. Rus mushavir zaharxandlik bilan kulib turib, ularni siz maoshingiz bilan boqmaysiz. Yanıla xalq o'zlari boqidi. Burkiti bor odam uningga o'z go'shtidan beramdi, o go'shidanmi? Ovning go'shi bilan boqidi-ku. Shundoq, har topda odamlaringiz bo'lishi kerak. Har tabiqada odamlaringiz bo'lishi kerak, dedi. 10-bob. 1. Hash-pash deguchilar Tomuz oylari kirdi. Tang saharda o'rnidan turgan Tavfiq gimnastika o'ynab bo'lib, sap va salqin havodan rohatlangach, ochiyarga tushib, sovuq suvda yuz ko'zini yuvdi. Uyga qaytib kelib, odati bo'yicha bir parcha qattiq non yevatida tahorat ilib, amdila tayyorlangan Nizomiddin bilan namozga chiqib ketdi. Mamtili namozdan yinib uyiga kelayotqicha akasiga bugun vaq-vaqqa berib kelmoqchi ekanligini aytib edi. Nizomiddinmi billa bormoqchi bo'ldi. To'g'ri o'ylabsan. Kichik opamlarni yo'qlab kelayli. At o'gun o'miga kirishib ketsak, xili uzungacha cho'limiz tegmaydi, dedi u. Xamonlarda, itizliqda dehqonlar aldirash edi. Ular saharning birdamlik so'rin havosida ko'proq ish tugitib olish uchun aldiraydi. Itizliqlarda bolalar mol beqishatdi. Akovka atiganlik nashtidan keyin yo'lga chiqishdi. Iyonning jon qaqshatquch issiqi boshlangan edi. Nizomiddin yana Tavfiqning ishlari haqida gap tashdi. Chunki inisi yilimi chet elga chiqib ketish yoki qilish masalasida akasini xotirjam qiladigan biror amaliy ifodada bo'lmagan edi. Shunga u inisining yana ketib qolishidan ansiraydi. Uni ilib qilish uchun yilinatdi. Tavfiq ko'nglidagi parakanchilikni qilcha chandurmay, yanala nihoyatda xushxuy edi. Uning rangi ruhidanmi bearomlik bilinmaydi. U namozdan keyin namozxonlar bilan masjid oldida birdam yarimdam turib, ularga qiziq paranglarni qilib beradi. Uningdan keyin bozorga yoki tonish bilishlarning suhbatida bo'lg'ili boradi. Boshqa chog'larda akasining ishlariga qarshi beradi. Qulum qo'shnilarning ishlariga qarshi beradi. Mahalla oralisa
doim dora somkasi mo'rsida bo'ladi va toz davolashga alohida ko'ngil bo'ladi. Keyincha uni doktorkan deb bilishganlarida boshqa kasallarnimi ko'rsatadigan bo'lishdi. Biroq ichadigan dorilarni ichishga tarsoqlik qilishadi. 2 kun o'tmayla foyda qilmaydigan deb tashlab Bundaq nodonlik tavfiqni cheksiz cho'lda qolgandek bir tuyg'uga g'arq qilib, ruhini ezib tashlaydi. Hey, bu haqni qandoq qilganda chopsanroq odam qilg'il bo'larkin? Nima qilishni o'ylayapsan? Ketish xiyoling yo'q har holda. Ketish xiyolim yo'q, tabiiy. Ammo ish to'g'risida o'ylayapman. Yusufning maktabida ishlasamikin deyman. Qutlug' shavqi deydigan bir cho'ngimiz gazet chiqarib o'tibdi. Bu mo yaxshi bir ish albatta. Manga hammasi to'g'ri keladi. Nima qilish haqida obdanroq o'ylanib olay. Bir ishni boshladim-mo, yenish yo'q. G'alaba qilishlar kerak. Nizomiddin hech nima demadi. Nima deyishni bilmaydi. U inisiga xuddi tevish chiqarsla uchib ketadigan qushqa muomala qilgandek ehtiyot bilan muomala qilmoqda dedi. Aka, Oyimgulni nimishga Axund dadamninkiga opirib bermaysiz? Mushfiqa xonimning tarbiyasiga bersangiz yaxshi bo'ladi, dedi Tavfiq akasiga samimiy ohangda. Onasi yolg'izlik tatib qolaman deb unmaydi. Fikrlari qaroqsiz qoldi-da, dedi Nizomiddin. Mamtilining ayblashidan o'zini qochirib, "G'anichu, uni nimishga Salohiddin apandiga bermidingiz? Oldimizdagi kuzda opirib beray deb atatdim. O'zim o'qisam yaxshiroqmikin bo'lmasa?" dedi Nizomiddin yana xijillik bilan. "Orliq yiroq, bola kichiklik qilarmikin deydigan-ku kishi. O'qiting, siz o'qishga mushundoq qarasangiz, boshqalardan nima deb og'rang'uluq?" Nizomiddin un chiqmadi. Vaq-vaqning zayd tuproqidan o'zi xos cherinda puraqi, ichigan patqoq puraqi keladi. Bu puraq tinjiq bilan qo'shilib, demoqqa urilganda kishini texmi buruqtumliq his qildiradi. Ular tashaxunimning o'ylisiga kirib kelganda, ularni yengla Qashqardan kelgan sayfidan kutib oldi va mehmonxonaga taklif qildi. Dalanda Sara xonim, Livahiddinlar ular bilan ko'rishib esanlashdi. Mamtili apandi kishiga yaqinlik tuyg'usi beradigan, qarindoshlik muhabbatini his qildiradigan qovnoqlik bilan "Qandaqroq, kichik opa, tiningiz saqmi?" deb avval Sara xonim bilan ahvollashdi. "Xudoga shukri, balam, o'zingizchu? Bizmo mana terik yuribdiq", dedi Mamtili apandi kulib. Ondan Livahiddinga qarab, "Sizchu, o'qiyotamsiz, Salohiddin apandi? Mushfiqa xonimlar qandaqroq? O'qiyotganlar ko'pmi?" Livahiddin bir navra akasining savollariga bir-birlab javob berib, oxirida 20 bola o'qiyotidi, ko'p degili bo'lmaydi, dedi. "Nimishga ko'p odam jalb bo'lmaydi? Orliqni yiroq ko'rib, boshqa yurtlardan kelmaydigan o'xshamamdi. Yetib o'qiydiganlarmi bor? Yiroq desa yetib o'qisa bo'ladi-ku. Ammo bu ishlarni ta'kidlab, tashviq targ'ib qilib tashkillaydigan kishi yo'q-da", dedi Sayfiddin inisidan avval javob berib. "Salohiddin apandi bekor bo'lsa chaqirsanglar, birdam paranlasak bo'ptikan", dedi Tavfiq. "To'xtab tur, ukam. Keyinroq chaqirayli. Hozir boshqa gap bor", dedi Nizomiddin va Sara xonimga qarab. "Mamtili kelgandan berilar arsalda bo'lib yuribdi. Keldida bir vasvasiga tushib qoldi. Turishqa qat'iy niyati yo'qdek meni ansirtibdi. Siz onamizning o'rinda nasihat qilsangiz, bir yerga kelishga foydasi bo'lib qolsa ajab emas, deb uni billa akelmoqchi bo'lib turatdim. O'zining mo kelish niyati bor ekan. Kelayotqicha-g'u ketmaydiganligini aytdi. Shundoq bo'lsa-mo ko'nglim tinmaydi. Gap qilsangiz-chu, onam dadamlar o'lib, tugab ketdi. Mamtilining dog'ida qon yig'lab ketdi. Bizningmo ko'nglimizning aromi bo'lmadi. Hala bugunga kelib, aran jam bo'ldik. Ketadigan bo'lsa, yana jam bo'lishimizga ko'zim yetmaydi. Ketadigan niyatingiz yo'qdi, bolam?" so'radi Sara xonim. "Undaq niyat amda bo'lmaydi", dedi Tavfiq illiq kulimsirab. Mamtili o'ychan ko'zlarini akasiga tikib, birdam turdi va ko'z nurini Livahiddin bilan Sayfiddinga yo'tkab, oxirida Sara xonimda to'xtadi-da, ig'ir tartib qo'ydi. U asosan vaqt-vaqtda bir tuqqanlari yinida cho'ng bo'lg'achqa,
Ularning orasida odatdagi tuqqanlik munosabatidan halqagan bir xil cho'nqur mehr muhabbat hosil bo'lgan edi. U tog'asining uyidami bir mazgil turgan. Shunga tog'asining kichik xotini Sarxonimni bak hurmat qiladi. Mushu vaydimmu Nizomiddin Sarxonimni org'a silib, enisini turib qilishga undashni ko'ngliga pukib kelgan edi. Mamtili apandi ketmoqchi emas edi. Faqat hamrohlarining qat'iy niyatda bo'lolmasligidan ansiraydi. Nizomiddinning deganimi to'g'ri. Nimala degan bilan o'z yurtga yetmaydi. O'z yurt deganda ko'ngil to'qroq o'tkil bo'ladi. Nimala degan bilan ota-onaning tuproqi bor yerda, hit oyamlarda yog' puritib, tuproq beshiga chiqib, ziyorati bo'lib o'tgan yaxshi bo'lmabdigan. Turdigan niyatingiz bo'lsa, obdan bo'pti, bolam. Hammamizni xotirjam qilasiz. Dunyoda xotirjamlikdanmi ortiq narsa bormi? Sara xonim uningga uzoq nasihat qildi. U tarbiya ko'rgan, uqumishliq ayol bo'lg'achqa, uning chin qalbidan aytilayotgan so'zlari mamtiliga cho'nqur ta'sir qildi. Hammanglarni norozi qilish haddim emas. Mening bir qarorga kelolmayotganim qiladigan ishim edi. Ata Qashqarga berib, yo'ldoshlarim bilan ko'rishib kelay. Har holda ular bilan yana bir kengashganimning foydasi bo'lar. U Sayfiddinga qarab, "At ketadigan bo'lsang, billa mangayli", dedi. "Bo'ladi. Menmo at qaytmoqchidim. Billa mangayli." Mamtili apandi kulimsirab bosh eg'itib qo'ydi. Yaqindan beri yuz bergan yangiliklarmi uni Qashqarga berib kelishga undamoqda edi. Xo'janiyaz hoji muavin o'lka raisi bo'lib, kursiga o'ltirgandan keyin uning askarlarini Qashqar tabasiga kelgan Mahmud Mo'yti Qashqar garnizoniga muavin qo'mondoni Lyubin edi. Bo'lib tayin qilgan edi. Uning qo'lidagi qo'zg'olonchi qo'shin hukumat armiyasi shtatiga hisoblanib, 6-diviziya deb atalgan. Diviziyaning qo'mondonlik shtabi Qashqar Yumaloqcha Gulbog'da qaror topgan edi. U Mahmud Mo'ytining Qashqarda qaror tepishidan bir tamoda bo'layotdi. Bu buyuk bir umid, adoqi g'oyasiga uyg'un bir umid edi. Salohiddin apandini qishqirtib kirsak bo'ladi. Mamtili paranglashmoqchikan. Nizomiddinning ovozidan xili ko'ngli ko'tarilib qolganligini bilgili bo'ladi. Livohiddin Salohiddin apandini chaqirib kirish uchun chiqib ketdi. Davomi bor.